Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun 4-darsni boshlaymiz. HSK 3 4-mavzusi birinchi qismi bo'ladi, xudo xolasa. 4-darsni mavzusi 他总是笑着跟客人说话. Ya'ni bu yoqda aytadiki, u har doim mijozlar bilan kulib gaplashadi. Bu yoqdagi 笑着 grammatikasini ham ko'ramiz. Xiao o'zi kulmoq, xiaochi bo'lsa bu kulib turish. O'sha jni biz o'tganmiz. O'zi HSK2da o'tilgan o'sha fe'lni doimiy bo'lib turganligi, davomiy bo'lib turganligi, ya'ni kulib turadi demoqchi. Kulib turib,跟客人说话, 客人degani bu mijoz, klient. 客人, 跟客人说话, 客人bilan gaplashadi, har doim kulib gaplashadi. Mana bu 总是 degani bu har doim degani. Ingliz tilidagi always bo'ladi. Hop, bugungi yengil so'zlarni ko'rib chiqamiz birinchi. Birinchi so'zimiz bu 比赛. Bu ham fe'l bo'lib keladi, ham ot bo'lib keladi. Ya'ni musobaqa, bellashuv bu ot. Agar fe'l bo'lib kelsa, musobaqalashmoq, bellashmoq degan ma'noda. Keyingi so'zimiz bu 照片. Bu rasm degan, surat, rasm. 年级 bu sinf yoki kurs, grade bo'ladi inglizchalar. O'sha universitetdagi yoki maktabdagi nechinchi sinfsan, nechinchi kurssan degan ma'noda keladi. 年级 yo'l. Yo'lni bugun biz grammatika qilib o'tamiz. Ma'nosi ham bunaqa, ham bunaqa sifat bilan keladi. Ya'ni ham katta, ham chiroyli, ham qimmat, ham sifatli. Shunaqa gaplarda ishlatamiz yo'lni. Buni hozir ko'rasiz grammatika qismida. Mark bo'lsa bu ism. Ismlarni biz sekin o'rganib borishimiz kerak. HSK imtihonlarida keladi. O'shanda bilishingiz kerak, bu ismmi bu yoki bu qanaqa so'z bu deb ikkilanib qolmasligi uchun. Mark bu ism. Buni tekstda ko'ramiz bugun. Birinchi so'zimiz 比赛. Ma'nosi musobaqa, bellashuv, competition degan ma'noda. Fe'l bo'lib kelganda musobaqalashmoq, bellashmoq bo'lib keladi. Bunga misollar 足球比赛 futbol musobaqasi, 汉语比赛 Xitoy tili musobaqasi, 比赛开始了 musobaqa boshlandi. Bu yoqda bu ot bo'lib kelgan, ya'ni noun bo'lib keldi. Endi fe'l bo'lib kelsa qanaqa bo'ladi? 跑步比赛 yugurish bo'yicha bellashmoq, yugurishdan musobaqa qilmoq. 和朋友比赛 do'sti bilan bellashish. Hop, bunga misollar endi gaplarni ko'rib chiqamiz. 我们明天有一个篮球比赛. 篮球 degani bu basketbol. Bizlarda ertaga basketbol musobaqasi bor. 比赛几点开始? Musobaqa soat nechida boshlanadi? 他在学校比赛中得了第一名. U maktabdagi musobaqada birinchi o'rinni oldi, birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 你想跟我比赛跑步吗? Sen men bilan yugurish bo'yicha bellashishni xohlaysanmi? 比赛很激烈. Musobaqa judayam qizg'in. 比赛很激烈. Mana bu yoqda pinyin turibdi. 激烈 qizg'in degani. Jo'shqin, qizg'in. Keyingi so'zimiz 照片, ya'ni rasm, surat. Telefonda yoki kamerada olingan yoki hujjat uchun olingan suratlar hammasi o'sha hujjat uchun deganda uchga to'g'ri rasmlar hammasi 照片 deyiladi. 照片 ma'nosi surat. Agar 照相 bo'lsa bu rasmga tushish bo'ladi. 照相 rasmga tushmoq. Bu fe'l bo'lib kelgan shakli. Mana bu 照片 bu noun bo'lib, ya'ni ot bo'lib kelgan shakli. Bunga misollar 这张照片很好看. Bu surat juda chiroyli. Bu yoqdagi 张 bu 张 照片的 hisob so'zi, miqdor so'zi. 我能看看你的照片吗? Seni suratingni ko'rsam bo'ladimi? 他给我们拍了很多照片. U bizni judayam ko'p suratga oldi. Mana bu yoqdagi pay bu suratga olish. Ham pay 照片 bo'lsa rasmga olish, pay 视频 bo'lsa videoga olish bo'lib keladi. Pay. 他给我们拍了很多照片. U bizlar uchun yoki bizlarni ko'p suratga oldi. Gave woman degani bu bizga berdi degan ma'noda emas, bu gap bizlarga yoki bizlar uchun bo'lib kelyapti. 这是一张老照片. Bu bitta eski rasm. 这是一张老
照片 bu bitta eski rasm. 你喜欢拍照片吗 sen suratga olishni yaxshi ko'rasanmi? 你喜欢拍照片吗 sen suratga olishni yaxshi ko'rasanmi? 拍照片 rasmga olish. Rasmga olishni yoki mana rasmga tushishni yoqtirasanmi degan ma'noda. Keyingi so'zimiz nianji boya aytib o'tdimiz, sinf kurs degani. Ya'ni o'sha universitetdagi yoki maktabdagi darajani necha sinfdaligini belgilab beradi. Misol uchun xiaoxie yi nianji boshlang'ich maktabda 1-sinf. Chuzhong san nianji o'rta maktabdagi 3-sinf. Gao 2-nianji litseydagi 2-kurs. Daxue 1-nianji universitetdagi 1-kurs. Daxue degani bu universitet degani. Misollar endi. Ni shang ji nianji sen qaysi sinfda o'qiysan? Wo zai san nianji men 3-sinfda o'qiyman. Ta shi daxue 2-nianji de suisheng u universitetning 2-kurs talabasi. 这个年级有80个学生 bu kursda yoki bu sinfda 80个学生 80 ta talaba bor yo'q deyapti mana. 这个年级 bu kursda yoki bu sinfda. 年级越高作业越多越 buni biz grammatika qilib o'tamiz. Bu ham gan sari degan ma'noda keladi. Hali buni alohida o'tib beraman. Bu kattalashgan sari yana bir narsa ham bir narsa bo'lgan sari ikkinchisi ham yana shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, sinf kursdan kursga o'tganing sari uyga vazifalaring ham ko'payib boradi. Mana sinf oshgan sari vazifa ko'payadi. Buni hali alohida grammatika qilib tushuntirib beraman. Yue, lai yue bo'lib keladi ko'pincha bu. Borgan sari degan ma'noda. Keyingisi, bugungi bizning grammatikamiz bu yo. Ikkita sifatni ketma-ket aytganda ishlatiladi. Ya'ni ham chiroyli, ham qimmat, ham sifatli, ham arzon, ham sifatsiz deb gapiramiz. Shunaqa ma'nolarda keladi. Misol uchun, 这个房间有大有亮 bu xona, fangjian xona, 有大 ham katta, 有亮 ham yorug'. Sifatdan oldin keladi, e'tibor bering. Sifatdan oldin keladi. Ta 有高有帅 u ham baland, ham kelishgan. Shuay degani bu kelishgan. Handsome bo'ladi. Agar Xitoyga kelsangiz, ko'p hollarda chet elliklarni bular shuayge deydi. Ya'ni o'sha kelishgan yigit yoki handsome deb gapiradi. 今天有冷有下雨 bugun ham sovuq, ham yomg'ir yog'di. Menimcha muammo bo'lmadi-ya. Birdaniga ikkita sifatni aytayotganingizni ishlatasiz. Ham bunaqa, ham bunaqa. Ham qiyin, ham yaxshi, lekin ham qiyin deyishingiz mumkin ba'zi gaplarda. O'qish ham yaxshi, ham qiziqarli. Mana shunaqa gaplarni tutayotgan paytda yo'ni ishlatasiz. Sifatdan oldin keladi. Bugun men yo'ni sizga ikkinchi ma'nosini ham tushuntirib o'taman sirazi. O'zi bu HSK 3dagi bugungi mavzuda berilmagan. Men qo'shimcha qilib berib o'tib ketaman. Bu biron bir harakati takror bo'lgandan keyin bo'lgan paytda ishlatasiz. Ya'ni misol uchun deylik, u kecha kech kelgan, bugun yana kech keldi. Ya'ni ma'nosi yana bo'lib keladi. Yana. Biz shu paytgacha yanani zay deb o'tganmiz. Mana bu yoqqa yozib qo'yganman, mana zay. Bu kelajakda yana bo'ladi. Ya'ni yana kel. O'zi oddiy mana xitoy tilida xayrlashish ham zayjian. Jian o'zi ko'rmoq. Zayjianni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsangiz yana ko'rishguncha bo'ladi. Ya'ni kelajak haqida gapirganingizda hali bo'lmadi, lekin hali kelmadi. Deylik, mana bugun keldi, lekin hali yana qaytadan ikkinchi marta kelgani yo'q. O'sha ikkinchi marta kelishni aytmoqchisiz. Zayjian deysiz, yana kelgin, zaylay deysiz, yana kel degani. Agar deylik gapirdi, sizga kimdir gapirdi, tushunmay qoldingiz gapini. Ni zay shoyisha, sen yana bitta gapir bor. Ni zay shoyisha, yana bitta gapir bo'ladi. Ya'ni again. Can you speak again yoki can you say again deysiz, to'g'rimi ingliz tilida? Ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham biz bitta so'z ishlatamiz, yana. Ingliz tilida again. Xitoy tilida ikkita so'z bor. Birinchisi zay, ikkinchisi yo. Ma'nosi qanaqa farq qilinadi? Zay bu hali sodir
bo'lmadi, ya'ni takror hali ikkinchi marta takror bo'lgani yo'q. Bitta holat bo'ldi, lekin uni takrori hali bo'lmadi. O'sha paytda kelajak haqida gapirganingizda takrorini so'raganingizda ishlatasiz. Ni zay shoisia, sen yana bitta gapir. Ni zaychi, sen yana ye yoki ni zaylay, sen yana kel. Endi yo'ni ma'nosi qanaqa? Deylik, u kecha kech keldi, siz uni ogohlantirgansiz, kech kelmagin deb. Bugun yana kech keldi. Keyin siz aytasiz, "Ni yo chida olaman. Sen yana kech kelding." Mana hamda ham bor o'zi. Ta yo chida ola degan gap bor ekan. Xo'p, yana bittasi. Ni zima yo'layli. Sen yana nega kelding? Kecha ham kelgan, bugun ham kelib turibdi yoki ertalab ham kelibdi, obeddan keyin, tushdan keyin yana kelyapti. O'shanda aytasiz, "Ni zima yo'layli. Sen yana nega kelding?" Tushuntira oldimmi menimcha? Yo bir marta holat bo'ldi, yana qaytadan shu holat sodir bo'ldi, yana qaytadan bo'ldi, yana takror shu ish bo'ldi. O'sha paytda yo'qni aytasiz. Nimaga yana kelyapsan? Yoki nimaga yana gapiryapsan? Yoki yana bordingmi? Yana keldingmi? Say bitta ish bo'ldi, lekin uni takrori bo'lmadi. U kelajak haqida, o'shaning takrorini so'rayapsiz yoki takrori bo'lishini aytyapti sizga. What say like? What say true? Men yana kelaman yoki men yana boraman. Agar kelgan bo'lsangiz, men yana keldim desangiz, "Wo yo'layli" deysiz. Bu o'zi kitobda bugungi mavzuda berilmagan, men o'zim berib o'tib ketyapman. O'shani eslab qoling. 2 marta yo bo'lib kelayotgan bo'lsa, ham sifat bilan yonma-yon kelayotgan bo'lsa, uni ma'nosi bu ham bo'lib kelyapti. Agar fe'ldan oldin kelayotgan bo'lsa, bitta yo bo'lsa gapda, unaqada bu gap o'sha bitta holatda ikkinchi marta yana qaytadan sodir bo'lganligi, ya'ni yana degan ma'noda kelayotgan bo'ladi. Misol uchun, zotian yo xiao yuli, kecha yana yomg'ir yog'di. Kechadan oldin kuni ham yomg'ir yoqqan, kecha yana yog'di. Zotian yo xiao yuli. Ni zima yo meichi zaofan, sen yana nega nonushta qilmading? Kechadan oldin kuni ham qilmagan yoki kecha ham qilmagan va mana bugun ham qilmayapti. Ni zima yo meichi zaofan, sen nega nonushta qilmading? Mantiqqa yana qaytamiz. Yo bu odatda o'tgan ishning takrori, o'tib ketgan ish yana qaytadan sodir bo'lgani. Zay bu hali kelajakda yana bo'ladi degan ma'noda. Misol uchun, ta yo'layli, u yana keldi. Ta mingtian zaylay, ertaga yana keladi. Bu hali kelajak haqida. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Davom etamiz. Bu yoqdagi mana bu misollar bu boyagi ham bo'lib kelgani, yo'ni ham bo'lib kelgandagi misollari. Misol uchun, "Jiga sigua yo da yo tian", bu tarvuz ham katta, ham shirin. "Waibian yo hei yo ling", tashqari ham qorong'u, ham sovuq. "Fuyuan" degani bu ofitsant. "Yo nianqing yo piaoliang", ofitsant ham yosh, ham chiroyli. "Ta gongzuo yo renjin yo reching", reching degani bu g'ayratli. Ishtiyoq bilan ish qiladiganlar bo'ladi-ku, shunaqa ma'noda keladi. Renjin bo'lsa serious, jiddiy. U qilgan ishlari ham, u ham jiddiy ish qiladi, ham g'ayrat bilan qiladi. Ya'ni bitta ish qilsa, jiddiy kirishadi o'sha ish qilishga, ham jiddiy qiladi, ham g'ayrat bilan qiladi degani. Bu yoqdagi mana 3 ta gapni o'zingiz to'ldirasiz, ma'nosidan kelib chiqib, o'sha yo'ni yo shima yo shima shuni ishlatishingiz kerak. Javoblarni kommentariyaga yozasiz, tekshirib beraman. Hozir audio eshitamiz. Audio eshitishdan oldin savolga javob berishingiz kerak. Javob li naga ren shi wo, suratdagi qaysi odam bu menman. Hozir audio eshitib javob berasiz. 第4课，他总是笑着跟客人说话。 Lesson 4. She always smiles when talking to customers. 课文1，在教室。 Text 1. In the classroom. 这是你们比赛的照片吗？是，这是我们比赛后照的。照得不错。你们都是一个年级的吗？不是，那个又高又漂亮的女孩是2年级的。旁边那个拿着书笑的人是谁？那是我。
Hozir eshitgan audioni tekst variantini ko'rib chiqamiz. 这是你们比赛的照片吗? Bu sizlarning musobaqadagi suratingizmi? 是，这是我们比赛后照的. Ha, bu biz musobaqadan keyin olgan suratimiz. 照的不错, rasmga olganing yomonmas demoqchi. 你们都是一个年级的吗? Sizlar barchangiz bitta sinfdamisizlar, bitta kursdamisizlar? 不是, yo'q. 哪个又高又漂亮的 u ham baland ham chiroyli demoqchi. 又高又漂亮的女孩子是2年级的. U ham baland ham chiroyli qiz 2 kurs. 旁边那个拿着书笑的人是谁? Yonidagi kitob ushlab kulib turgan kim? Odam kim? 那是我, u menman. Shu joyda bugungi darsimiz tugaydi. Tushunmagan joylar bo'lsa kommentariyada so'rasanglar, xudo xolisa javob berishga qilaman. Darslar yoqayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, like bosib, fikrlarni bildirib borsanglar xursand bo'lardim. Rahmat hammaga.